Ertalabki nonushtaga har kuni nima tayyorli ekan deb o'ylanyapsizlarmi? Unda sizlarga ham mazali, ham to'yimli bo'lgan ko'katli quymoqni eng oson usulda o'rgataman. Demak, ishimizni quruq idishimizga tuxum, qatiq, tuz hamda chaynak sodani solib, yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz. Aniq grammlarini esa opisaniyada yozib qoldiraman. Tayyor massamizga un qo'shib, yaxshilab kamochkalari ketguncha aralashtiramiz. Ana endi to'g'ralgan ukrop, kashnich va ko'k piyozni ham qo'shib, yana bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Oyijonim qo'llari og'rimasin deb hamma narsaga qiziqadigan 3 yoshli qizim ham yordamga keldi. Xullas, o'rtacha quyuqlikda tayyor bo'lgan quymoq xamirimizni 10-15 minut dam yediramiz va tovamizga yog' quyib, birin-ketinlikda o'rta olovda pishirib olamiz. Quymoqlarni xohlaylar manikidan ham kichikroq quyib pishiringlar, xohlaylar kattaroq qilinglar, bu o'zingizlarning xohishinglarga qarab. Ana endi yumshoq paxtadek mayin quymoqlarni dasturxonga tortsanglar ham bo'ladi. Aynan shu retsept bilan ham tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Videoni o'z tanishinglarga jo'natib qo'yinglar va yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yinglar. Ana endi meni kanalimga tez ulanib olinglar, hali bundanda bomba retseptlarni sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Like bosishni va izohlarda o'z fikrlarini qoldirishni unutmanglar. Agar yeginglar kelgan bo'lsa, biznikiga olmaliqqa kelaverasizlar. Hammaga yoqimli ishtaha.